Assalomu alaykum aziz opa-singillarim. Bugun sizlar uchun foydali bitta video joylamoqchiman. Mana shu ko'rib turganlaringiz bu qo'yni o'pkasi bo'ladi qizlar. Men bunga bugun sut quyib, buni tayyorlanishini, ya'ni pishirilishini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Bu narsani ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi qizlar. Umrida ko'rmaganlar ham bor, pishirib tayyorlab yuradiganlar ham bor qizlar. Buni sizlar bilan batafsil yoritib bermoqchiman. Bu o'zi o'pkani ko'rinishi, qo'y so'yilganidan keyin o'pkasi olinadi, butun qilib, ishini ustasi bo'lgan qassoblar so'ysa, buni butun qilib oladi. Bo'lmasam ko'pchilik pichoq tekkizib qo'yib, teshib qo'yishi mumkin. Ko'p qassoblar bilmagan. A, O'zi qassobga aytsangiz, o'pkasini butun qilib olib bering desangiz, so'yishdan oldin o'zi butun qilib olib beradi. Buni ko'rinishi aslida kichkina bo'ladi, kichkina qip-qizil bo'ladi. Chunki qon bo'ladi, ichi to'la qon bo'ladi, qip-qizil bo'ladi. Hozir buni katta bo'lib turganini sababi, men buni ichini oqartirib yuvish uchun suv quydim. 3-4 qayta suv quyib, qonini oqizdim. Shuni hisobiga ancha oqarib qolgan. Mana bu yerlarida qon qolgan hali mana qizil bo'lib turibdi. Ichidagi suvi asta-sekin oqib chiqqanida mana shunaqa qizil qonli suv chiqaveradi ichidan. Hozir bu anchagina katta bo'lib turibdi mana. Buni 4-5 qayta suvni quyib, to'kib, to'ldirib, katta qilib to'lganicha suvni quyib to'ldiramizda, keyin qo'yib qo'yamiz. Shunaqa qip-qizil bo'lib qonli suv oqib ketadi. Buni tagida yuragi bor. Yuragidan ham juda ko'p qizil qon chiqadi. Mana bu yuragi. Buni ko'plar olib tashlaydi, ba'zilar olmaydi. Olmagan ma'qulroq. Sut quyish jarayonida bundan ham foydalansak bo'ladi. Shu uchun olmagan afzal deb bilaman. Bu xohlang molni o'pkasiga qo'ying, xohlang echkini, xohlang qo'yni, farqi yo'q. Men o'zim ko'rganim, ba'zilar quruq sut quyadi, ba'zilar ko'p narsa aralashtirib, un, tuxum aralashtirib quyadi ekan ba'zi joylarda. Lekin biz tomonda asosan sutga ozgina yog' qo'shadi, chesnok qo'shadi asosan и har xil murch pripravalar qo'shadi shunaqa. Endi hozir sizlarga yana bir marta suv to'ldirib, suvni oqizib ko'rsatib beraman qizlar. Уже почти tozalanib qoldi. Mana shu yerida ozgina qizil joyi qolgan. Mana shu qizil qoni ham chiqib ketsa, уже bu oppoq bo'ladi. Mana bunaqa oppoq bo'ladi. Keyin bunga suvni yaxshilab oqizib, keyin bunga sut quyishni boshlaymiz. Sut quyish jarayonini ham sizlarga ko'rsataman. Hozir men mana bu yerda bunga suv quyib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana bu yerini kesib olasizlar. Bu yog'i kesilganidan keyin bunga suv quyish ham udobno. Mana bu kranni og'ziga buni olib kelib, qo'l bilan mana shunday mahkam berkitib turib, suvni ochamiz. Suv pryamoy mana shu ichiga to'ladi. Hozir ko'rsatib beraman. To'g'risi juda ham mazali bo'lib chiqadi. Hammaga yoqadi birdek qizlar. Kim qilib ko'rmagan bo'lsa, qilib ko'rishlaringizni maslahat beraman. Suv to'ladi, bu kattaroq bo'laveradi. Mana hozir kattaroq уже. Juda katta bo'ladi. Bu uchun shu nima? Kattaroq tog'oridan foydalansalaringiz yaxshi. Lekin juda ham ehtiyot bo'lamiz. Salgina narsa tegib ketsa, bu yorilib qoladi qizlar. Yorilib qolgandan keyin sut oqib ketadi. Mana to'ldi уже. Mana to'la bo'ldi. Mana shunaqa jarayonni 4-5 qaytarasizlarda, oqizasizlar. Suv quyib, oqizganlaringizdan keyin уже bu oppoq bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek juda kattarib ketdi bu hozir. Katta bo'ldi mana. Mana ko'ryapsizlar, hali qizil suvi chiqayapti, qonli suvi. Qonini hammasini oqizib, keyin sut quysak, shunaqangiz mazali bo'ladi. Вообще mazasi zo'r bo'ladi qizlar. Mana suvini oqizamiz. Mana shunaqa. Keyin shu suv quyib, oqizaverganimizdan keyin mana bu o'pkani hamma ichidagi yo'llari ochiladi, polni ochiladi-da, sut zo'r boradi, bez отказ boradi. O'zi bu nozik narsa. Ko'pincha bunaqa sutda oshiqcha narsalar bo'lsa, masalan, chesnok bo'laklari yoki pripravalar bo'lsa, mana bu o'pkani yo'llariga yopishib qoladi-da, yo'lni to'sib qo'yadi-da, sut hamma yog'iga bir xil bormay qoladi-da. Mana shunaqa suv bilan toza yuvib, qattartirib yuvib quysak, hamma yo'llari ochiladi-da, sut bez отказ zo'r boradi oxirigacha. To'la bo'lib. Shunaqa. Undan keyin molni so'ygandan keyin, shu endi qo'ymi, nima bo'lsa hamda, qo'ymi, oq molmi, qanaqa katta molmi olib turib, bemalol nimada morozilovnikda qo'yib qo'ysalaringiz bo'laveradi. Muzlab turadi. Qachon vaqtlaringiz bo'lganda, vaqtlaringizga qarab qo'ysalaringiz ham bo'laveradi. Shunaqa turadi. Qancha vaqt bo'lsa morozilovnikda muzlab turaveradi. Qizlar, o'pkamiz tayyor bo'ldi. Oppoq bo'ldi, hamma qonlari oqib chiqib ketdi. Mana hajmi ham kichkinagina bo'lib qoldi. Mana ko'rinishi. Endi bunga ketadigan hamma mahsulotlarni tayyorlab qo'ydim. Asosiysi bunga ketadigan sut. Bu yerda anchagina sut bor. O'zi bu qo'y o'pkasi bo'lgani uchun odatda qo'y o'pkasiga ko'proq sut ketadi, shu uchun. Xolodilnikda yana zapas sutlarim bor. Agar mana shu sutlar bilan to'lmaydigan bo'lsa, xolodilnikdagini ham olib qo'shaman.
Bu yerda ziravorlar, chesnok, tuz, yog' kerak bo'ladi solishimiz uchun. Sutni mana shu bitta paketdagini yarmini mana bu kastrulga quyamanda, bunga ziravorlarni solaman, chesnokni solaman, buni qaynataman. Qolgan hamma sutni mana shu qozonga quyaman. Qozonga quyib, bunga yog' solaman tuz solaman. Tuzdan ko'proq solamiz. Sho'rcha bo'lishi kerak, chunki o'pkaga quyilganidan keyin tuz yeydi, rosa bilinmay ketadi sho'rligi ham. Bu yog'imizga keladigan bo'lsak, bu damashniy sari yog'. Buni o'rniga qo'y yog'ini qo'shsalaringiz ham bo'ladi. 82% yog' qo'shsalaringiz ham bo'ladi. Shunaqa. Video davomida ko'rsatib boraman yana qizlar. Mana endi boshladik qizlar. Oldindan yuvilgan qozonimizga sutni bitta-bitta ochib quyishni boshlaymiz qizlar. Bismillah. Mana qizlar tayyorlab oldim. Endi yoqamiz buni. Buni pastroq qo'yamanda, bu qaynashligi kerak. Sal balandroq qo'yamizda, keyin past qilamiz. Tak, endi bunga yog'imizni solamiz. Va tuz solamiz. Aytganimdek, tuzni ko'proq solamiz. Tuzni ayamasdan ko'proq solamiz. Sho'rtakcha bo'lishi kerak, sho'rchagina bo'lishi kerak. Shu uchun hozircha 3 qoshiq solamanda, keyin yana tekshirib ko'raman. Mana qizlar. Bu salgina isisa bo'ldi, yog'imiz erisa bo'ldi. Buni o'chiramiz. Bu qaynab, chesnoklari iloji bo'lsa ezilib pishib ketishligi kerak bo'ladi qizlar. Toza qaynashligi kerak. Keyin buni sitodan suzib olib, bunga qo'shamiz, aralashtiramiz, ikkalasini bitta qilib, keyin tayyor bo'lgan sutimizni mana shu choynagimizga quyib, choynak orqali o'pkaga quyishni boshlaymiz. Mana qizlar, sutimizning yog'i eridi. Bu esa rosa qaynab chiqdi. Chesnoklari ezilib ketdi. Endi buni suzgichdan o'tkazib, bunga qo'shamiz, ikkalasini bitta qilamiz, suzgich orqali buni suzib olamiz. Chunki mana bunaqa mayda ziravorlari, chesnok qoldiqlari o'pkani yo'llariga tiqilib qolsa, sut ketmay qoladi yaxshi oxirigacha. Shu uchun обязательно buni suzgichdan o'tkazamiz bunga. Tapga ko'ra xohlovchilar achchig'ini yaxshi ko'radiganlar qalampir sozalaringiz ham bo'ladi. Qalampirni maydalab ezib sozalaringiz ham yaxshi mazza beradi achchiqqina bo'lib. Ana bo'ldi qizlar. Bismillah. Mana shunaqa kengroq, kattaroq tovoq olamiz. Chunki sut quyilganida bu qattarib ketadi hajmi yana kengayadi. Shunday ushlab turib quyishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qizlar, ko'p vaqtlaringizni olmaslik uchun mana shu yerda videoni tezlashtirdim.
qizlar, tayyorlab olgan sutim qolmadi. Umumiy 7 litr sut quydim hozir. Bunga hali yana sut ketadi. Buni to'lganini qayerdan bilamiz? Bu to'lsa hamma joyi bir xil mana shunaqa oppoq bo'ladi. Hali mana bu yerlarda suv bor, suvi oqib chiqadi. Mana bunaqa sariq suvi. Ko'rib turibsizlar, umuman sut chiqqani yo'q, suti oqib ketgani yo'q. Faqat sariq suvi chiqib kelyapti. Mana shunaqa hali hamma joydan suvlari oqadi-da. Bu yana bo'shaydi. Bunga hozir yana bir partiya 4 litr sut tayyorlayman-da, yana quyaman. Bu to'lsa keyin mana bu yeri tarang bo'lib katta bo'lib ishib chiqadi. Hamma joyi aytganimdek bir xil oppoq bo'ladi. Mana bunaqa suvlari oqib chiqib ketadi qizlar. Buni bir 30-40 minut dam oltirib qo'yaman-da. Mana shunaqa ilib qo'ydim. Mana tepaga ilib qo'yganman. Ishlab turadigan odam yo'q. Shu uchun tagiga narsa qo'ydim-da, kuch kelmasin deb tepaga ilib qo'ydim. Qizlar keyin ko'pchilik oxirida sut ketmay qolsa, mana bu yeridan og'zi bilan pulaydida. Xuddiki pulab havo to'ldirib qo'yadi. O'ylaydi, pulasam sut orqa-roqqa ketadi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Pulaganda havo to'lib qoladi. Tem bo'lib taomga pulash mumkin emas. Buni qaytarilganmiz bu narsadan. Shu uchun pulash kerak emas. Xuddi men ko'rsatganday suv bilan hamma yog'ini kengaytib, yuvib, suv qonini oqizib qo'ysalaringiz pulash ham shart emas. Ko'rdilaringiz, sut besatkasi ketadi. Keyin yana bitta joyi qizlar, har safar qozondan sut choynakka quyayotganda iloji bo'lsa suzib, suzgidan o'tkazib qo'yingizlar, setkadan. Chunki sut orasida bilimsiz qaymoqlari ham bo'lsa, sutga qo'shilib kirib ketadi-da, o'pkaga yo'lini berkitib qo'yadi-da, shuni hisobiga ham sut ketmay qoladi. Sut yaxshi to'lmay qoladi o'pkaga. Sut hamma joyiga bir xil bormaganidan keyin uncha mazzasi bemaza bo'lib qoladi qizlar. Hamma joyi bir xil sutga to'lganida mazzasi juda ham zo'r bo'lib chiqadi qizlar. Yana bitta yo'li sutni yaxshiroq ketkazishda massaj qilsak bo'ladi. Mana shunaqa qilib massaj qilishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari, mana bu yerda yuragi olinmagan. Shu yuragini ham mana shunaqa qo'limiz bilan massaj qilsak, sut yanada ketadi. Mana bu sariq suvlari tezroq chiqib ketadi mana shu yuragidan ham qizlar. Qizlar, mana o'pkamiz tayyor bo'ldi. Juda ham ko'p mehnat talab qildi. To'g'risi, uydagi sutim ham yetmadi, tugab qoldi. Zakaz qildim. Yana quydim. Xullas, umumiy 13 litr ketdi. Yana bu to'lmadi. Charchab ketdim to'g'risi, quyishdan bo'ldi. Nima bo'lsa bo'lsin, pishiraveraman dedim. Mana shunaqa qizlar. Endi shu joyda yana bitta joyini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu taraf to'ldi-yu, mana bu tomonda sal shu yaxshi bormay qoldi oxirida. Bitta joyini ko'rsatmoqchiman. Mana bu og'ziga non tiqamiz. Non tiqamiz bu yerga yaxshilab, чтобы sut chiqib ketmasligi uchun to qaynab, ichidagi sutni qotib olguncha, sut chiqib ketmasligi uchun non tiqib, takrog'iga suramiz, tushirib mana bu yergacha suramiz nonni pastiga. Sut chiqib ketishini oldini oladi non. Kimdir go'sht tiqadi, kimdir non tiqsa yaxshiroq bo'ladi go'shtdan ham ko'ra-chi. Men har safar non tiqaman shunaqa. Mantiq qozonda pishirmoqchi edim buni, lekin sig'mas ekan. Endi na iloj, qozon band bo'ldi. Mana shunaqa katta kastrulda qo'ydim. Shunaqa qilib juda ham ko'p mehnat talab qildi. Pishgandan keyin ham video olib ko'rsataman, qanaqa bo'lib chiqqanini qo'yaman. Mana qizlar, qaynayapti hozir bu. Bu уже pishay deb qoldi. Pishganini shu yorilganidan bilamiz. Qorlanyapti kamera. Mana bu yeri yorilgan. Yana bu tomonida ham bor edi yorilgani. Mana bu yeri yorilgan. Уже bu pishgan qizlar. Shunda ham bir marta ag'darib 5-10 minutga qoldiramizda, keyin osak bo'laveradi. Olib kesamiz keyin. Mana bu ostki tarafi. Mana qizlar, va nihoyat tayyor bo'ldi o'pkamiz. Ko'rinishidan mazaliga o'xshayapti. Oppoqqina bo'lgan, pishgan, mana yorilgan hamma joyi. Endi buni kesib dasturxonga tortamiz. Qizlar, shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Har qanaqa o'pka bo'ladigan bo'lsin, uzog'i 1 soatda pishadi. Katta o'pka bo'ladigan bo'lsa, ham shu qaynagan paytidan soatga qarasangiz, uzog'i 50 minut, 1 soat oralig'ida уже olsangiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Kichkina bo'lsa agar 35-40 minutda уже tayyor bo'ladi. Qaynagan vaqtidan hisoblab shu 35-40 minut ichida olsangiz bo'ladi. Xohlang mantiq qozonda bug'da pishiring, xohlang suvda pishiring. Shu vaqt oralig'ida olsangiz yaxshi bo'ladi, mazzali bo'ladi. Undan ortiq qolib ketadigan bo'lsa, qaynab, unda ichi suxoy bo'lib qoladi. O'z vaqtida olsangiz, shunday kesganingizda ham ichi sochni bo'lib, mazzali bo'lib turadi. Oxirigacha tomosha qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Kommentariya, like va podpiska kutib qolaman sizlardan. Ushbu videodan oz bo'lsa-da foyda topsalaringiz, bundan juda ham xursand bo'laman.